Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Guterres, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Vekiller Ömekinin Xitay dairələri bilan Şərqi Türkistanı çeklemesiz ziyaret qilish üçün ciddi söhbət elib beriyotganligini bayan qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, Kanada taratqusi CBC'nin ziyaretini qabul qilganda mundaq dedi. Növətdə, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı işxanası bilan Xitay əməldarları o'tirsida Uyğur və başqa azınlıqlarga qaratilgan kişilik hukuk dəfsəndiciligi to'g'risidagi ayblashlarni tekshirish haqida muzokara elib berilyotidi. Men Birleşken Devletler Teşkilatı əməldarlarının Şərqi Türkistan rayoniga kirishga ruxsat qiladigan kelishim hosil qilinishini, Kişilik Hukuk Ali Komissarining cheklamasiz ziyorat qilishini umid qilaman. Guterres mundaq dedi. Bu ziyaretning organ arzu qiladigan hamma narsani cheklamasiz ziyorat bilan ta'minlaydigan burch bo'lishi biz uchun intayin muhim. Biz ziyoratning mushundaq bo'lishini umid qilamiz. Birleşken Devletler Teşkilatı ve başqa xalqarалық teşkilatlar lagerlarni tekshirish uchun ijibetish chaqiriqini qayta ta'kidlagan bo'lsa-mu, Xitoy hozirgacha oz sondagi chet el diplomatlari va axborot a'zolarining o'zi belgilagan bir qancha lagerni qisman ko'rishga yo'l qo'ydi. Xitoy doiralari Birleşken Devletler Teşkilatı əməldarlarının bevosita uchurga erishish uchun rayonni erkin tekshirish talabini rad qilib keldi. Yaqında Xalqaro Kechirim Tashkiloti Xitoy hukumatining zulmi sababidan chet ellardagi ota-onalari bilan jam bo'la olmay, tirik yetimlarga aylantirilayotgan minglagan Uyg'ur bolalarining fojiasi haqida muhim doklad e'lon qilgan edi. Shulardan biri bo'lgan Avstraliyalik Uyg'ur muhojirlardan Mahmudjon apandining bildirishicha, u asli Malayziyaga doktorlik o'qish uchun chiqqan. Keyin ayoli va 2 bolasining Malayziyaga chaqirtilib, oilasi bilan 2015-yilgacha Malayziyada turgan. Shu yili ayoli Muharramning pasporti yetib ketib, Malayziyadagi Xitoy elchixonasidan pasport bejarib berishini talab qilganida talabi rad qilingan. Ayoliga faqatla Xitoyga qayta oladigan oq pasport berilgan. Muharram amalsiz 2 bolasini elib, yurti Qashqarga qaytishga majbur bo'lgan. Shuningdan buyon uning ayoli Muharram va bolalari bilan qayta jam bo'lish uchun qilgan barliq tirishchanliklari bekor bo'lgan. Mahmudjon apandi ayolining tutqun qilinish sababi haqida to'xtalib, 2017-yili 4-oy mezgilida doiralarning ayoli Muharramni hijoblangan degan bahonada tutqun qilib lagerga qamag'anligi haqida uchur olganligini bildirdi. U bu fojialardan xabar topgan bo'lsa-mu, ota-onasi va bolalarining bexatarligini o'ylab bir mezgillik sukut yo'lini tanlaganligini, keyincha o'zining Malayziyada bexatar bo'la olmaydiganligini his qilgandan keyin ilojsiz Avstraliyaga qochishga majbur bo'lganligini bildirdi. Yaqında CNN muxbirlari Qashqarga berib 2-chi kuni ondan Mahmudjonning ota-onasining uyini tepib, qizi Muxlisa bilan ko'rishgan. Muxbirlarning bayon qilishicha, Muxlisa o'zining ahvoli haqida jiq narsa desa bo'lmaydiganligini biladigan bo'lib, u savollarga ehtiyotchanlik bilan javob bergan. Biroq muxbirlar, "Dadangizga deydigan so'zingiz bormi?" deb so'raganda, bu qiz yig'lab ketgan va "Men dadamni sevgandim. Hozir yenimda opam yo'q, dadam yo'q. Men ular bilan jam bo'lishni orzu qilaman" degan. Amerika Savdo vakili Kay Amerika pat yaqinda Xitoydan import qilingan mahsulotlarning tamojna bejini bekor qilishga tayyor emas, ammo Beijing bilan savdo suhbatiga ochiq dedi. Valkochsi gesining ziyoratini qabul qilganda, davlatning Xitoy pushtidan bo'lgan yangi savdo vakili Tay Amerikaning savdo siyosatiga baho berdi. U bu tamojna bejining Amerika korxonalari va iste'molchilarga badal to'laganligidan xabardor ekanligini ko'rsatdi. Ammo tamojna bejini tashabbus qilguvchilarning korxonalarni chet elliklar bilan bo'lgan raqobatdan qo'g'dashga yordam qiladiganligini bildirganligini bayon qildi. Xitoyning ichki dengiz qirg'i muhofizat paraxoti Sharqiy Xitoy dengizidagi talash tortishdagi Senkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalikiga kirdi. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Okinawa o'lkasining Naha rayonidagi 11-rayon dengiz qirg'i muhofizat markazining xabariga qaraganda, Xitoyga tava paraxotlar Yaponiyaning zamin butunligiga xiloflik qilgan. Bu paraxotlar shu yer vaqti soat 4 atrofida talash tortish qo'zg'algan Senkaku orolini aylanib, Minami Kojima orolining janubiga 20 kilometr keladigan joyga yaqinlashgan. Yaponiya dengiz qirg'i muhofizat atirti Xitoy paraxotlarini bu rayondan ayrilishga ogohlantirgan. NHK ommaviy radio shirkatining xabariga qaraganda, Xitoyning hukumat paraxotlari bu yil hozirgacha 11 qatim Senkaku atrofidagi Yaponiya dengiz savaliga kirgan.
Dunyoda qiziq nuqtaga aylangan Süveyş kanalini to'sib olgan paraxot krizisida qutqizish xizmatlari davom qilayotganda yangi satchilik yuz berdi. Bir Yapon şirketiga tava Evergiven nomli yuk sandığı paraxoti 24 mart Süveyş kanalida petib qilib, dunyodagi eng muhim savdo kanalini taqab, dengiz savdosining to'xtatishini keltirib chiqardi. To'silib qolgan kanal sababidan yuk qachilangan 320 paraxot o'chirib turishga majbur bo'ldi. Paraxotning egisi bo'lgan Yaponiya şirketi 26 mart bayonotida paraxotni qayta qo'zg'atmoqchi bo'lganda qiyinchilikqa yo'liqqanligini aytdi. Cho'ng tipdagi konteyner paraxotini qutqizish xizmati ilib berilayotganda Xitoyda yangi satchilik yuz berdi. Bu qitim mazkur shirkatga tava bir yuk mashinasi Xitoydagi tashyo'lga qapsilib qoldi. Yuk mashinasi Changchun, Xinjiang shaharlari orasidagi Nanjing tashyo'lida hodisaga uchragan bo'lib, voqea yuz bergandan keyin shirkatning yuk mashinasi Süveyş kanalidagi paraxotga o'xshash yuqori sur'atli tashyo'lda to'g'risiga turib qolib, qatnashni to'sib qo'ygan.